Umumiy variantlar 6-variant test tahlili. Birinchi savol ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan tushgan. To'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlang. Ushbu savolimizda asosiy normalar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 9, 16, 11, 16 moddalaridan olingan. Birinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'muriy huquqbuzarlik uchun javobgarlikni yengillashtiruvchi yoki bekor qiluvchi hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega deyilgan. O'zi qonuniylik prinsipiga e'tibor qaratganimizda hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega bo'lmasligi kerak, lekin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlari yoki jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlari agarda javobgarlikni yengillashtirsa yoki o'sha javobgarlikni butunlay bekor qiladigan bo'lsa, ular orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. Xo'p, faqatgina mana shunday ikkita holatda orqaga qaytish kuchi saqlanib qoladi. Birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot deb olinadi. E'tibor qarating, Jinoyat kodeksida ham xuddi shunga o'xshagan norma qayd etilgan. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, basharti ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxs o'z harakati yoki harakatsizligi g'ayrihuquqiy ekanligini bilgan bo'lsa, uning zararli oqibatlariga ko'zi yetgan, yuz berishini istagan bo'lsa yoki bu oqibatlarning kelib chiqishiga ongli ravishda yo'l qo'ygan bo'lsa, bunday ma'muriy huquqbuzarlik zaruriy mudofaa holatida sodir etilgan deb topiladi degan ma'lumot berilgan. E'tibor qaratamiz, bu yerdagi berilgan ma'lumotlar qasddan sodir etish to'g'risida edi, lekin bu yerda zaruriy mudofaa deb xato ma'lumot tushuncha berilgan. Bu qismni demak olmaymiz. Uchinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, harbiy xizmatchilarga, umuman olganda qurolli kuchlar tarkibidagilarga ma'muriy qamoqqa olish chorasi qo'llanilishi mumkin emas deyilgan va bu albatta to'g'ri ma'lumot. To'g'ri javob B javob bo'ladi. 1 bilan 3 to'g'ri javob sifatida belgilanadi. Xo'p, keyingi ma'lumotda muddatli harbiy xizmat harbiy xizmatchilarga jarima solinishi mumkin emas deyilgan. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Muddatli harbiy xizmat harbiy xizmatchilariga jarima solinishi mumkin. Bu noto'g'ri ma'lumot. Haqiqatdan ham mumkin emas. Muddatli harbiy xizmatchilarga jarima solish mumkin emas. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Ikkinchi savolda 6-variant, ikkinchi savol. Xo'p, keys berilgan Nurli hayot mahallasida yashovchi A ismli shaxs chet elga o'qishga ketishi sababli prezident saylovida qonun bo'yicha muddatdan oldin ovoz bermoqchi edi. Ammo tegishli saylov uchastkasi komissiyasi A ismli shaxsni bu huquqni amalga oshirishga to'sqinlik qildi. Demak, saylov huquqiga to'sqinlik qildi. Bilamizki, saylov huquqi bu siyosiy huquq hisoblanadi. Shuning uchun bu holatda A ismli shaxsning siyosiy huquqi buzilgan. A javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Ikkinchi savol. Xo'p, demak prezident saylovi, Qonunchilik palatasi deputatlari yoki mahalliy kengashlar deputatlari saylovi soat nechalar oralig'ida o'tkaziladi? 8 dan 8 gacha, ya'ni Saylov kodeksining 51-moddasiga ko'ra 8:00 dan 20:00 ga qadar saylov o'tkaziladi. Xo'p, 3-savolning javobi A javob bo'lar edi. 4-savolga e'tibor qaratamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh organlari haqida so'ralgan savol. Xo'p, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topganida 6 ta bosh organi mavjud bo'lgan. Aynan shularga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozir bittasi yo'q. Vasiylik kengashi tugatilgan. Xo'p, tugatilmaganligidan qat'iy nazar, vasiylik kengashi ham baribir Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh organi sifatida qayd etiladi. Lekin savolimizda u to'g'risida ma'lumot berilmagan, shuning uchun biz uchun ahamiyatsiz. BMTning bosh organlari so'ralyapti. E'tibor qaratasiz, savolda ixtisoslashtirilgan organlar emas, bosh organlar so'ralyapti. Bunda iqtisodiy va ijtimoiy kengash olinadi, xavfsizlik kengashi olinadi hamda bosh assambleya olinadi va xalqaro adolat sudi olinadi. Shunda 1356 D javob to'g'ri javob sifatida qayd etiladi. E'tibor qaratishimiz kerak. Demak, bu yerda Xalqaro mehnat tashkiloti inson huquqlari kengashi BMTning bosh organlari emas, balki ixtisoslashtirilgan organlari bo'lishi mumkin. Xo'p, vaqtni essiz qaniydi koshkilar bilan o'tkazgan kishining umri eng qisqa umr ekan deya Najmiddin Kubro aytib o'tgan 11-sinf eski darsligida bu to'g'risida, keyingisi 10-sinfda ham keltirilgan. Najmiddin Kubro bo'lar ekan.
6-chi savolga e'tibor qaratamiz. Fuqarolik huquqidan tushgan savol. Fuqarolik kodeksining 8, 9, 10 moddalari asosiy manba hisoblanar ekan bu savollar uchun. Xo'p, fuqarolik huquq va burchlari boshqa shaxsga zarar yetkazish natijasida vujudga kelmaydi degan ma'lumot berilgan. E'tibor qaratamiz. Fuqarolik huquqlari va burchlari boshqa shaxsga zarar yetkazish natijasida ham vujudga kelishi mumkin. Bu umuman xato ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchi ma'lumotda esa fuqarolik huquqlarini amalga oshirish boshqa shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzganda sud shaxsga qarashli huquqni himoya qilishni rad etishi mumkin. Haqiqatdan ham agarda fuqarolik huquqlari boshqa shaxslarning manfaatlarini buzadigan bo'lsa, sizni fuqarolik huquqlaringizda amalga oshirmoqchisiz, lekin shu fuqarolik huquqingiz boshqa shaxsning huquqini buzgan vaqtida sud sizga qarashli huquqni himoya qilishni rad etishi mumkin. Haqiqatdan bu to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. 3-chi ma'lumotda fuqarolik huquqlari hakamlik sudi tomonidan himoya qilinmaydi deb aytilyapti. Fuqarolik huquqlari hakamlik sudi tomonidan ham, fuqarolik sudi tomonidan ham, iqtisodiy sud tomonidan ham va boshqa sudlar tomonidan ham himoya qilinishi mumkin. Bu noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Shunda bizda 4-chi ma'lumot to'g'ri. Fuqarolik huquqlari ma'muriy tartibda himoya qilinganda, ma'muriy tartibda qabul qilingan qaror ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin. To'g'ri javob. Demak, A javob 2 bilan 4-chi ma'lumotlar to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. 7-chi savolga e'tibor qaratamiz. Quyidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, Euler-Venn diagrammasiga mos ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Xo'p, biz uchun berilgan Venn diagrammasining asosiy predmetlari advokat hamda notarius hisoblanar ekan. Shunda umumiy ma'lumotlarni ham aniqlashimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, 3 yilda bir marta kasbiy malakasini oshirishi shart. 3 yilda kamida bir marta kasbiy malakasini oshirishi shart. Bunda advokatga ham to'g'ri keladi, notariusga ham to'g'ri keladi. Biz A bandini, savolning A bandini 3-ma'lumotga olamiz, ya'ni umumiy ma'lumotlarga kiradi. Xo'p, endi B ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ishonch bildiruvchi shaxs, ya'ni himoya ostidagi shaxs. Mana shu o'rinda biz buni advokatga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda bu advokatga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, sababi advokat himoya qiluvchi hisoblanadi. Xo'p, B bandni demak birinchi ma'lumotga bog'laymiz. Keyingisi ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomalari. Ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomalari. Xo'p, mol-mulk ijarasi shartnomasini tasdiqlaydi. Ijara haqining miqdori to'g'risidagi, shuningdek, meros yoki hadya tartibida fuqarolar mulkiga o'tayotgan mol-mulkning qiymati haqidagi ma'lumotlarni davlat soliq xizmati organiga taqdim etadi. Albatta, bu advokatning ishi hisoblanmaydi, bu notariusning ishidir. Demak, C bandni biz 2-ma'lumotga, ya'ni notariusga bog'laymiz. Xo'p, o'z kasbiy malakasini davriy oshirish yakunlari bo'yicha attestatsiyadan o'tadi. Xo'p, demak, qaysi biri bizda attestatsiyadan o'tadi? Albatta, bu kim hisoblanadi? Notarius. Notarius attestatsiyadan o'tishi kerak bo'lar ekan. Xo'p, ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, davlat organlariga va boshqa organlarga, shuningdek korxona, muassasalar va tashkilotlarga mazkur organlar hamda tashkilotlarning vakolatlariga kiradigan masalalar yuzasidan advokat tomonidan malakali yuridik yordam ko'rsatilishi uchun zarur bo'lgan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar va boshqa hujjatlarni taqdim etish masalalari yuzasidan so'rov yuborishga haqli. Bu demak advokatga tegishli ma'lumot hisoblanadi. Demak, o'zini yuridik yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan demak faoliyati uchun so'rov yuborishga haqli. Albatta advokatga olamiz buni. Demak, bandni biz 1-ma'lumotga bog'laymiz va umumiy birlashtiruvchi ma'lumot bizda davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha barcha nafaqa turlarini olishdan foydalanadi. Bu notariusda ham bor, demak advokatda ham bor bo'lgan huquq hisoblanadi. Shuning uchun C javob to'g'ri javob hisoblanar ekan Venn diagrammamizda. 7-savolga e'tibor qaratamiz. Barcha g'alabalar o'z ustingdan g'alaba qozonish bilan boshlanadi. Bu eng oliy hokimiyat, o'z ehtiroslaringning quliga aylanish eng qo'rqinchli qullikdir deya kim aytgan? Buni albatta Seneca aytgan bo'lar ekan. E'tibor qaratamiz, bu Senekaning so'zlari hisoblanadi. 9-savol. Quyida berilganlardan qaysilari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining inson hamda fuqaroning huquq va erkinliklari kafolatlari bobiga oid?
Mana shu o'rinda ehtiyot bo'lish kerak. Inson hamda fuqaroning huquq va erkinliklari kafolatlari bobida joylashgan normalar Konstitutsiyani deylik 5-bobida joylashgan normalar bilan aralashib ketish ehtimoli bor. Ehtiyot bo'lib qo'yishlik kerak va e'tibor qaratamiz. Jinoyat uchun hukm qilingan har kim qonunda belgilangan tartibda hukmning yuqori turuvchi sud tomonidan qayta ko'rib chiqilishi huquqiga ega. Albatta bu ham kafolatlarga yaqin, lekin bu bobda yozilmagan bu norma. Shaxsiy huquq va erkinliklar bobida yozilgan. Shuning uchun birinchi ma'lumotni olmaymiz. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har kim o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari hamda boshqa tashkilotlarga, ular mansabdor shaxslarning qonunga xilof qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi. Bu albatta kafolatlar bobida o'rin olgan. Ikkinchi ma'lumotni olamiz. Uchinchi norma: davlat jabrlanganlarni himoya qilishni va odil sudlovdan foydalanishni ta'minlaydi deya shaxsiy huquq va erkinliklar bobida yozilgan. Demak, uchinchi normani biz shaxsiy huquq va erkinliklar bobiga oid bo'lganligi uchun javob sifatida olmaymiz. Va har kim davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning qonunga xilof harakatlari, qarorlari va harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararni o'rni davlat tomonidan qoplanishi huquqiga ega. Bu albatta kafolatlar bobida yozilgan. 10-bobda o'rin olganligi uchun 2 va 4-bandlardagi normalarni biz aynan savolni to'g'ri javobi sifatida belgilaymiz. C javob to'g'ri javob bo'lardi. 10-savol. Konstitutsiyaning 80-moddasidan olingan savol. Xo'p, aynan ajratib ko'rsatilgan qism bu normada huquq normasining qaysi tarkibiy elementi hisoblanishi to'g'risida berilgan. Voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Demak, farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Bu qoida, dispozitsiya shu tartib belgilangan. Endi savol berib gipotezani topib olish mumkin. Qachon mana shu norma kuchga kiradi? Qaysi holatda shu norma kuchga kiradi? E'tibor qaratamiz. Qachon farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majbur bo'ladi degan savollarga javob beruvchi qism albatta gipoteza bo'ladi. Aynan shart bayon etilgan qism. Qachonki farzandlar voyaga yetsa va mehnat layoqatiga ega bo'lsa, ota-onasi haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Va bizda ajratib ko'rsatilgan qism albatta gipoteza hisoblanar ekan. 11-savolga e'tibor qaratamiz. Isbot qilishda quyidagilardan qaysilari taqiqlanadi? Jinoyat protsessual kodeksining 88-moddasidan olingan savol. Xo'p, zo'rlik, po'pisa qilish, aldash va qonunga xilof boshqa yo'llar bilan ko'rsatuv, tushuntirish, xulosalar olishga, eksperimental harakatlarni bajarishga, hujjatlar yoki buyumlar tayyorlanishiga va berilishiga erishish. E'tibor qarating, zo'rlik va po'pisa ishlatib isbot qilish taqiqlanadi. Bizda esa taqiqlanadigan holatlar so'ralyapti. Birinchi ma'lumot shunda to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jinoyatni oldini olish, jinoyat izini yo'qolishiga yoki gumon qilinuvchining qochib ketishiga yo'l qo'ymaslik, eksperiment jarayonida tekshirilayotgan hodisaning holatini qaytadan tiklash zarurati yuzaga kelganda, demak, bemalol isbot qilish mumkin. Misol uchun, tungi vaqtlarda ham shu paytda isbot qilish mumkin bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot olinmaydi. Bu taqiqlanadigan holat emas. Uchinchisi, shaxsni g'ayriqonuniy harakatlar sodir etishga undash, bunday undash oqibatida sodir etilgan jinoyat uchun ayblash. Bu haqiqatan isbot qilishda taqiqlanadigan holat hisoblanadi. To'g'ri javob shunda A javob sifatida belgilanadi. Xo'p, va 4-ma'lumotda berilgan narsa haqiqatan bor, bu isbot qilinganda o'zi shu narsa qilinadi. Ya'ni protsessual huquqlar tushuntirilib, undan yozma yoki og'zaki ko'rsatmalar olinadi. 4-ma'lumot isbot qilishda taqiqlanadigan holat hisoblanmaydi. Shuning uchun 1 bilan 3, ya'ni A javob to'g'ri javob sifatida belgilanar ekan. 12-savolga e'tibor qaratamiz. Oila huquqidan tushgan savol. Nikoh qayd etilgunga qadar bo'lajak er-xotin umumiy mablag'lar hisobiga olingan mol-mulklari umumiy mulk hisoblanmaydi. Bu albatta, xo'p, nikoh qayd etilgunga qadar bo'lyapti. Nikoh qayd etilgunga qadar olgan mol-mulklari o'zi shaxsiy, xususiy mulklari hisoblanishi kerak. Lekin nikoh qayd etilgunga qadar bo'lajak er-xotin deylik yaxshi niyat bilan umumiy mablag'lar hisobiga mol-mulk olishgan. Agar nikohda bo'ladigan bo'lsak, shu mulkdan foydalanamiz deb birgalikda biron bir narsa olib qo'ygan bo'lishlari mumkin.
nikoh qayd etilmasa ham bu umumiy mulk hisoblanadi. Xo'p, shuning uchun birinchi ma'lumot xato ma'lumot hisoblanar ekan. Ikkinchisi, er va xotin tomonidan olingan pensiya, nafaqalar umumiy mulk hisoblanadimi degan savolga javob bersak, ha, bular umumiy mulk hisoblanadi. Nafaqa ham, pensiya ham, maxsus maqsadga mo'ljallanmagan boshqa pul to'lovlari ham albatta umumiy mulk hisoblanadi. Ikkinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumotdir. Uchinchi ma'lumot, er va xotindan birining umumiy mol-mulkini tasarruf etishi bilan bog'liq bitim tuzilganda bu harakat boshqasining roziligiga ko'ra amalga oshirilayotganligini anglatmaydi deyilibdi. Mana shu anglatmaydi degan qismi xato. Tasavvur qiling, sizda 200 million so'm pul bor va siz mashina xarid qilmoqchisiz. O'zingiz bozorga bordingiz. Turmush o'rtog'ingizsiz bordingiz bozorga. Xo'p, bozordan 200 million so'mga mashina xarid qildingiz. Demak, o'sha yerda mashinani sotuvchi shaxs shuni anglaydiki, sizni umumiy mol-mulkni tasarruf etish bilan bog'liq bo'lgan harakatingiz turmush o'rtog'ingizni ham roziligi bilan amalga oshirilayotganligini anglatadi unga. U sizdan turmush o'rtog'ingiz rozimi yoki rozi emasmi deb so'rab o'tirmaydi. Tushunyapsizmi? Demak, bu yerda anglatmaydi deb yozilgan, shuning uchun xato ma'lumot hisoblanar ekan. To'rtinchi ma'lumot demak to'g'ri ma'lumot. Xo'p, agarda nikoh davrida bo'lsa ham hadya sifatida yoki meros sifatidagi mol-mulkdan mulki ko'paygan bo'lsa, albatta uning o'z mulki, ya'ni xususiy shaxsiy mulki hisoblanadi. 2 bilan 4 to'g'ri javob hisoblanar ekan, C javobni olamiz. 13 savol. Sudlar to'g'risidagi qonunning 5, 6, 8, 21 moddalaridan yakuniy xulosa, to'g'ri noto'g'ri yakuniy xulosa aniqlanadigan savol berilgan. E'tibor qaratamiz. Sudyalar korpusini shakllantirish qaysi organ tomonidan amalga oshiriladi? Albatta, Sudyalar Oliy Kengashi tomonidan amalga oshiriladi. Birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumotdir. Ikkinchi ma'lumot. Oliy sud qonunchilik tashabbusi huquqiga ega emas deyilibdi. Bu xato ma'lumot hisoblanadi. Bilamizki, o'z vakolatlari jumlasiga kiritilgan masalalar yuzasidan qonunchilik tashabbusi huquqiga ega Oliy sud. Ikkinchi ma'lumotni noto'g'ri sifatida belgilaymiz. Uchinchi ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi quyi sudlarning sudlov faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga ega. Agarda mana shunday nazorat olib borish huquqi Oliy sudga berilmasa, kimga berilardi? Bu to'g'ri ma'lumot. To'rtinchi ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Plenum majlislari zaruratga qarab 4 oyda kamida 1 marta chaqiriladi. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Haqiqatan Oliy sud plenumi zaruratga qarab 4 oyda kamida 1 marta chaqiriladi. Oliy sud rayosati esa 1 oyda 1 marta chaqirilardi. Xalq deputatlari kengashlarining majlislari esa 3 oyda 1 marta chaqiradi, qo'shimcha ma'lumot sifatida. Xo'p, 5-ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Harbiy sudlar fuqarolik va jinoyat ishlarini ko'rmaydi deb aytilibdi. Bu umuman xato ma'lumot. Harbiy sudlar bemalol fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha ishlarni ham ko'rishlari mumkin. Shuning uchun demak birinchi ma'lumot to'g'ri, ikkinchisi xato, uchinchisi to'g'ri, to'rtinchisi to'g'ri, beshinchisi esa noto'g'ri ma'lumot sifatida B javobni belgilaymiz. 14-savol. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarni aniqlashimiz kerak. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar. Jinoyat kodeksining boblariga e'tibor qaratamiz. Shu o'rindagi savollarni, xuddi shu kabi savollarni ishlash uchun demak, jinoyat kodeksining bobini nomiga e'tibor qaratamiz. O'sha jinoyat o'sha bobda joylashgan bo'lsa, demak bilingki, u jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar hisoblanar ekan. Xo'p, transport vositasini olib qochish. Bu transport bilan bog'liq bo'lgan jinoyat, buni olmaymiz. Xo'p, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish, bu olinadi. Haqiqatan jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat hisoblanadi bu. Xo'p, keyingisi mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish. Bu ham jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat hisoblanadi. Xo'p, bezorilik esa jamoat tartibiga qarshi jinoyatdir, bu olinmaydi va harbiy jinoyatlar alohida ko'rsatilgan jinoyat kodeksida 6-ma'lumotni olmaysiz va yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishni jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sifatida belgilaysiz. Demak, 2, 3, 5 bandlarda yozilgan jinoyatlar bu jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar turkumiga hisoblanar ekan. Demak, yana qaytarib o'taman, jinoyat kodeksining boblari nomiga alohida e'tibor qaratasiz bu turdagi savollarni ishlash uchun. Keyingisi, demak, jinoyat huquqidan tushgan yana bir savol. Savolni e'tibor qaratadigan bo'lsak, faqat harbiy xizmatchilarga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy jazolarni aniqlang deb aytilyapti. Bizda shuncha jinoyatlar mavjud, jinoiy jazolar mavjud. Aynan shu jinoyat jazolaridan qaysilari faqat harbiylarga nisbatan qo'llaniladi?
e'tibor qaratamiz, bu xizmat bo'yicha cheklash hamda intizomiy qismga jo'natish jazolari edi. Xizmat bo'yicha cheklash va intizomiy qismga jo'natish faqat harbiylarga nisbatan qo'llaniladi. B javob to'g'ri. Harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish jinoyati jazosi nima uchun harbiylarga nisbatan qo'llanilmaydi? Yo'q, harbiylarga nisbatan qo'llaniladi bu jazo ham. Lekin faqat harbiylarga nisbatan qo'llanilmaydi-da. Chunki faqat harbiy unvon bilan bog'liq emas bu jazo turi. U boshqa maxsus unvonlar bilan ham bog'liq. Bu jazo turi faqat maxsus unvonlar bilan ham bog'liq, harbiy unvonlar bilan ham bog'liq. Xo'p, shuning uchun 2 bilan 3 javobi to'g'ri javob sifatida belgilanadi. Mansab darajasini bir pog'ona tushirish, bunday nomdagi jinoiy jazo yo'q. Xo'p, 16-savol. To'g'ri moslashtirilgan javobni aniqlang. Unitar davlat va federativ davlat. Xo'p, qaysi davlatlar unitar davlat hisoblanadi, qaysi davlatlar federativ davlatlardir? Bu yerda Ozarbayjon bilan Misr unitar davlatlar hisoblanadi. Xo'p, Argentina hamda Nigeriya esa bular federativ davlatlar hisoblanar ekan. Xo'p, shuning uchun birinchiga B va C ni to'g'ri joylashtiramiz. Xo'p, keyingisi federativ davlat sifatida Argentina hamda Nigeriyani olar ekanmiz. To'g'ri javob shunda bizda D javob bo'ladi. 17-savol. Xo'p, qaysi jinoyatlar uchun 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar jinoyat subyekti bo'lishi mumkin? Nega to'g'risida berilgan savol. Demak, 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlar qaysi harakati uchun, qaysi qilmishi uchun javobgarlikka tortiladi, ya'ni jinoyatning subyekti bo'lishi mumkinligi to'g'risida olingan savol. Bu albatta giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda egallash jinoyati bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Ma'muriy nazorat qoidalarini buzish bu 16 yoshdan boshlanadigan jinoyat turi hisoblanar ekan. Radioaktiv materiallarni qonunga xilof ravishda egallash ham 14 yoshdan boshlanadi. 1 bilan 3 to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xo'p, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish esa 18 yoshdan boshlanadi. Ya'ni 18 yoshdan boshlab bu jinoyatning subyekti bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri javob D javobni belgilaymiz. 1 bilan 3 17-savolimizning to'g'ri javobi hisoblanadi. Atama sifatida berilgan savollardan biri shu ko'rinishdagi atamalar bo'lishligi mumkin, e'tibor qaratamiz. Yuridik javobgarlik bu. Yuridik javobgarlik, e'tibor qarating, huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsning huquq normalariga asoslangan, o'z qilmishi uchun javob berishi, davlat majburlov choralari ko'rinishidagi oqibatlarga duchor bo'lishi bu albatta yuridik javobgarlik hisoblanar ekan. Xo'p, to'g'ri javob demak 18-savolda A javob bo'ladi. 19-savol mehnat huquqidan olingan savol. E'tibor qaratamiz. Ishlanmaydigan bayram kunlari arafasida har kunlik ish, ya'ni smenaning davomiyligi barcha xodimlar uchun kamida 1 soatga qisqartiriladi. Haqiqatan ertaga bayram, bugun esa biz ishdan 1 soat vaqtli ketishimiz mumkin. Bu haqiqatan to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Ish vaqtidan tashqari ishning davomiyligi xodim uchun yiliga 240 soatdan oshmasligi kerak deb aytilgan ma'lumot berilgan. E'tibor qaratamiz, mana 240 soatga. Xo'p, hozirgi amaldagi bu video dars 7-may kuni yozilyapti. 2026-yil. E'tibor qaratasiz, ayni shu paytda ish vaqtining qisqartirilgan, ish vaqtidan tashqari ishning davomiyligi uchun belgilangan muddat yo'q hozir. Belgilangan muddat yo'q. Avval borida 120 soat edi shu ham. Hozir unday cheklovlar mavjud emas. Demak, umuman yil hisob-kitob qiladigan bo'lsak, albatta yil hisob-kitob qiladigan bo'lsak 240 soat yoki 120 soat bilan cheklanmaydi. Demak, ikkinchi ma'lumot xato ma'lumot hisoblanadi. Uchinchi ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Ishning tugashi va uning keyingi ish kuni, smena boshlanishi o'rtasida har kunga, ya'ni smenalar oralig'idagi dam olish davomiyligi, xo'p, demak 12 soatdan kam bo'lishi mumkin emas. Bu juda ham to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Haqiqatan, demak dushanba kuni ishdan chiqdingiz, seshanba kuni ishga borishingiz orasida 12 soat vaqt bo'lishi kerak demoqchi bu yerda. 1 va 3-ma'lumotlar to'g'ri ma'lumotlar hisoblanadi. 4-ma'lumot. Dam olish kunlarida, ishlamaydigan bayram kunlarida xodimlarni oqilona foydalanish maqsadida dam olish kunlari boshqa kunga ko'chirilishi mumkin. Bu to'g'risida Mehnat kodeksida yozilgan, lekin Qonunchilik palatasining qarori bilan emas, balki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan dam olish kunlari boshqa kunga ko'chirilishi mumkin.
Shuning uchun C javob to'g'ri javob hisoblanar ekan 19-savolimizga. Xo'p, davlatning boshqaruv shaklidan tushgan savol. Parlamentar respublika boshqaruv shaklidagi davlatlarni aniqlang deb aytildi. Demak, bu yerda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Gretsiya, Germaniya, Irlandiya parlamentar respublika boshqaruv shaklidagi davlatlar hisoblanadi. Biz bu yerdan demak B javobdan deylik Ispaniyani chiqarib tashlasak, C javobdan Yaponiyani chiqarib tashlaydigan bo'lsak, D javobda esa Argentina bu prezidentlik respublikasi boshqaruv shaklidagi davlat, Braziliya ham prezidentlik respublikasi, Daniya esa monarxiya boshqaruv shaklidagi davlat hisoblanadi. Shuning uchun bizda 20-savolimizda A javob to'g'ri javob sifatida belgilanadi. Konstitutsiyadan tushgan savol. To'g'ri moslashtirilgan javoblarni aniqlang. Demak, bunda Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari va Senatning mutlaq vakolatlari haqida olingan savol edi. Qonunchilik palatasining vakolatlarini aniqlaymiz. Xo'p, e'tibor qarating. Vazirlar Mahkamasi a'zolarini o'z faoliyati masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish bu Qonunchilik palatasining mutlaq vakolati hisoblanadi. Demak, birga B ni joylashtiramiz. Shu o'rinda savolning to'g'ri javobi chiqib kelar ekan, B javob to'g'ri javob bo'lar ekan, lekin yana ham tahlil qilamiz. Davlat byudjeti ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish ham Qonunchilik palatasining mutlaq vakolati edi. Xo'p, ana endi Senatning vakolatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, prezidentning vazirliklar tuzish to'g'risidagi farmonlarini tasdiqlash bu albatta Senatning mutlaq vakolati hisoblanadi. Hamda chet davlatlardagi xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik va boshqa vakolatxona rahbarlarini hisobotlarini eshitish ham Senatning mutlaq vakolati hisoblanadi. Va bizda berilgan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi yoki sud hokimiyati organlarini tizimini va vakolatlarini belgilash bu birgalikdagi vakolat hisoblanadi. Buni olmaymiz. Xo'p, javobda variantda berilganlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, prezidentni urush holatida deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonini tasdiqlash ham birgalikdagi vakolat hisoblanadi. Buni ham to'g'ri javoblarimiz qatoriga olmaymiz. To'g'ri javob B javob bo'ldi shunda. E'tibor qaratamiz. Yana yakuniy xulosa haqida so'ralgan savol. Konstitutsiya asosi hisoblanadi 94, 95, 97, 98-moddalarda. Xo'p, Qonunchilik palatasi o'zini o'zi tarqatib yuborish to'g'risida deputatlar umumiy sonning kamida 3dan 2 qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan qaror qabul qilishi mumkin. Bu o'ta to'g'ri ma'lumot. Haqiqatan Qonunchilik palatasi o'zini o'zi tarqatib yubormoqchi bo'lsa, 3dan 2 qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan qaror qabul qilinadi. Birinchi ma'lumot to'g'ri. Ikkinchi ma'lumot, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tarqatib yuborilgan davrda Oliy Majlis qonunlarni tasdiqlashga doir vakolatlarni bajaradi. Xo'p, e'tibor qarating. Agarda Qonunchilik palatasi tarqatib yuborilsa, Senat qonunlarni qabul qilish borasidagi Qonunchilik palatasining vakolatlarini amalga oshirib turishi mumkin, lekin teskari holat bo'lmaydi. Ya'ni Senat tarqatib yuborilganda Qonunchilik palatasi bu vakolatlarni amalga oshirib turishligi to'g'risida biron bir qonunchilik normalarida mustahkamlanmagan. Demak, bu xato ma'lumot, teskari qilib qo'yilgan. Xo'p, uchinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat o'z vakolatlariga kiritilgan masalalar yuzasidan qarorlar qabul qiladi. Haqiqatdan ham bular qabul qiladigan normativ huquqiy hujjat bu qaror hisoblanadi. Uchinchi ma'lumot to'g'ri. Qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlar tomonidan Qonunchilik palatasiga kiritish orqali amalga oshiriladi. Haqiqatan 4-ma'lumot ham to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Qonun loyihalari qonunchilik tashabbusi tartibida albatta Qonunchilik palatasiga kiritiladi. 4-ma'lumot to'g'ri. Endi 5-ma'lumot xato ma'lumot. E'tibor qarating. Berilgan subyektlar, ya'ni 100 ming nafar fuqaro, 100 ming nafar fuqaro, keyingisi Senat, Oliy Majlis, xullas ombudsman yoki Markaziy saylov komissiyasi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega deb aytilyapti. Bu xato ma'lumot. Bular qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlar hisoblanmaydi, balki qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli bular, lekin to'liq qonunchilik tashabbusi huquqiga ega emas. Shuningdek, bizda to'g'ri javob hosil bo'ldi. Birinchi ma'lumot to'g'ri, ikkinchisi noto'g'ri, uchinchisi to'g'ri, to'rtinchisi to'g'ri, 5-ma'lumot esa noto'g'ri. D javob to'g'ri javob bo'lar ekan 22-savolimizda. 23-savolimiz, demak, Soliq kodeksining 17-moddasidan olingan savol. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi hududida belgilangan soliqlarni topishimiz kerak.
Xo'p, 17-moddada belgilangan soliqlar. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida quyidagi qaysi soliqlar mavjud? E'tibor qaratamiz. Qo'shilgan qiymat solig'i bizda bor. Xo'p, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bizda bor. Hamda foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i ham O'zbekiston Respublikasida bor. Xo'p, to'g'ri javob C javob bo'ladi. Demak, bizda qaysi soliqlar yo'q ekan? Meros solig'i yo'q, hadya solig'i yo'q yoki kapital rivojlanish solig'i mavjud emas. To'g'ri javob sifatida biz C javobni 1, 3, 6 ni belgilar ekanmiz. 24-savol. Xo'p, quyidagi toifalardan qaysilari prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinmaydi? Xo'p, e'tibor qaratamiz. Qasddan sodir etgan jinoyat uchun ilgari sudlangan fuqarolar prezident sifatida ro'yxatga olinmaydi, hamda diniy tashkilotlar va birlashmalarning professional xizmatchilari nomzod sifatida ro'yxatga olinmaydi. To'g'ri javob B javob bo'lar ekan. Bu albatta Saylov kodeksining 61-moddasida o'z tasdig'ini topgan. 25-savol. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Shaxs qasddan jinoyat sodir etyapti. Holatga ko'ra shaxs qasddan jinoyat sodir etyapti. Qasddan jinoyat sodir etishi oqibatida o'zi bilmagan holda ehtiyotsizlik oqibatida ham yana bir jinoyat sodir bo'lyapti. Bu yerda qarang, ham qasddan sodir etilgan jinoyat bor, ham ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan jinoyat bor, lekin bitta harakat bilan sodir bo'lgan. Bunda aybni shakllariga to'xtaladigan bo'lsak, bu qasddan sodir bo'ldimi yoki ehtiyotsizlikdan sodir bo'ldimi? Aniq aytib bo'lmaydi. Ham qasd bor, ham ehtiyotsizlik bor. Shuning uchun bu murakkab aybli jinoyat deb topiladi. Jinoyat kodeksida 23-moddasida murakkab aybli jinoyat xususida yozilgan. B javob to'g'ri javob bo'ldi. 26-savol. Fuqarolar. Demak, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tug'ilganlik bo'yicha olish. Bola o'zi tug'ilgan joyidan qat'iy nazar. Demak, tug'ilgan joyidan qat'iy nazar bola tug'ilganlik bo'yicha qachon O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi? Mana shunga e'tibor qaratamiz. Demak, ota-onasi, yolg'iz otasi yoki onasi u tug'ilgan paytda chet davlat fuqarolari bo'lgan yoki ota-onasidan biri chet davlat fuqarosi, boshqasi esa fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa, tug'ilganlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. Yo'q, bu bola hech qachon tug'ilganlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olmaydi. Chunki na otasi, na onasidan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi bor. Shuning uchun birinchi ma'lumotni olmaymiz. Ota-onasi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lsa, albatta tug'ilgan joyidan qat'iy nazar u O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. Ikkinchi ma'lumotni olamiz. Uchinchi ma'lumot. Ota-onasidan biri O'zbekiston fuqarosi, boshqasi esa fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa yoki bedarak yo'qolgan deb topilgan yoki uning turgan joyi noma'lum bo'lsa, bu bolani ota-onasidan bittasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lganligi uchun bola tug'ilgan joyidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. Uchinchi ma'lumot bizda to'g'ri ma'lumot sifatida belgilanar ekan. To'g'ri javobimiz aynan bu savolimizda 2 bilan 3. Ya'ni B javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Xo'p, 4-ma'lumotning xatoligi qayerda edi? Ota-onasi yoki yolg'iz otasi yoki onasi O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashovchi chet el fuqarosi bo'lsa, tug'ilganlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini oladi. E'tibor qarating, bunda ham ota-onasidan hech bo'lmaganda bittasini O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga aloqasi yo'q. Shuning uchun ham buni olmaymiz. Demak, bola tug'ilgan joydan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish uchun qanday shart kerak? Uni ota-onasi yoki ulardan birining O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi bo'lishi kerak. Shu jihatiga e'tibor qaratasiz. B javob to'g'ri javob bo'lar ekan. 27-savol Fuqarolik kodeksidan tushgan savol. Yuridik shaxslar mustaqil balans va smetaga ega bo'lishlari kerak. Haqiqatan yuridik shaxslar mustaqil balans va smetaga ega bo'lishlari kerak. Fuqarolik kodeksining 39-moddasida bu narsa mustahkamlangan. Birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot. Yuridik shaxslar o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la olmaydi deb aytilibdi. Yo'q, bu shaxs bo'lgandan so'ng fuqarolik huquqiy munosabatlarga kirishganidan so'ng albatta bunda shaxsiy nomulkiy huquqlar ham, mulkiy huquqlar ham mavjud bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot xato ma'lumot. Uchinchi ma'lumot. Yuridik shaxslar sudda da'vogar va javobgar bo'la oladi. Haqiqatan fuqarolik sudlarida yuridik shaxslar da'vogar va javobgar bo'la olishadi. Shuning uchun 1 bilan 3-ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Xo'p, e'tibor qarating, 4ta xatoligi tijoratchi bo'lmagan tashkilot, ya'ni tijoratchi bo'lmagan yuridik shaxslar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas deyilyapti. Bu xato ma'lumot hisoblanadi. Yuridik shaxs tijoratchi bo'lmasa ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Savol tug'iladi, nima uchun ular tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana oladi? Sababi
o'zini o'zi ta'minlab turishi uchun unga moddiy mablag' kerak. O'sha moddiy mablag'ni topish maqsadida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Unda tijoratchi tashkilot bo'lib ketmaydimi deyishingiz mumkin. Tashkilotning tijoratchi yoki tijoratchi emasligini yagona farqi, e'tibor qarating, uni asosiy maqsadida. Agarda asosiy maqsadi foyda ko'rish bo'lsa, tijoratchi bo'ladi. Asosiy maqsadi foyda ko'rish bo'lmasa, tijoratchi bo'lmagan tashkilot hisoblanadi. Tadbirkorlik qilib foyda ko'ryapti-ku deyishimiz mumkin. Tadbirkorlik qilib foyda ko'rayotgan bo'lgan taqdirda ham, lekin uni asosiy maqsadi, demak, asosiy maqsadi foyda ko'rish emas. Deylik, kimgadir huquqiy yordam ko'rsatish, kimgadir ta'lim berish yoki davlat hokimiyat organlarini shakllantirishda ishtirok etish, siyosiy partiyalar misolida aytadigan bo'lsak, xo'p, bularda bo'lmas ekan. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. 28-savolga e'tibor qaratamiz. Fuqarolik huquqidan olingan savol yana bir. Xo'p, fuqaro shaxs 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar o'z ota-onalari, farzandlikka oluvchilar va homiylarning yozma roziligi bilan o'zlari tuzgan bitimlar bo'yicha mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo'ladi. Xo'p, e'tibor qarating, mana shu yerda chalg'ib qolishingiz mumkin, lekin chalg'imang. Aytilyapti, ota-onasini roziligi bilan tuzyapti-ku bitimni deb aytyapsiz. Shunda ota-ona javobgar bo'lmaydimi shunda deyishingiz mumkin. Yo'q. E'tibor qarating, u ota-onasini roziligi bilan tuzsa ham o'sha bitimni o'zi tuzyapti. Ota-onasi tuzib bermayapti yoki ota-onasi buni nomidan tuzib berayotgani yo'q. Bular bitimni o'zlari tuzyapti. Faqat ota-onasini roziligi bilan tuzyapti. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar o'zi tuzgan bitimlar bo'yicha mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo'ladi. U xoh o'zini xohishi bilan tuzsa ham, ota-onasini roziligisiz tuzsa ham, ota-onasini roziligi bilan tuzsa ham o'zi tuzgan bitim bu. Shuning uchun mustaqil ravishda mulkiy javobgar bo'ladi. Xo'p, birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumotdir. Ikkinchi ma'lumot. Yetarli asoslar mavjud bo'lganda ota-ona, farzandlikka oluvchilar yoki homiyning yoki vasiylik yoki homiylik organining iltimosnomasiga muvofiq xo'p, to'la hajmda muomala layoqatiga ega bo'lgan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganning o'z ish haqi, stipendiyasi yoki boshqa daromadlarini mustaqil tasarruf etish huquqidan sud cheklab qo'yishi yoki bu huquqdan mahrum qilishi mumkin. Bilamizki, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar o'zlarini daromadlarini mustaqil ravishda tasarruf etishga haqli. Ya'ni stipendiyasini, daromadlarini, ish haqini mustaqil ravishda tasarruf etishlari mumkin. Va yana shunday holat belgilanganki, ota-onasi buni bu huquqdan cheklab qo'yish uchun sudga murojaat qilishlari mumkin. Qaysi holatda 18 yoshga to'lmagan bolani bu huquqini cheklab qo'yish uchun sudga murojaat qilib bo'lmaydi? Qachonki u bola to'la muomala layoqatiga ega bo'lsa. Ya'ni emansipatsiya qilingan bo'lsa. E'tibor qarating. To'la muomala layoqatiga ega bo'lgan bolani bu huquqdan mahrum qilib bo'lmaydi. Agarda u emansipatsiya qilinmagan bo'lsa, bu huquqdan mahrum qilish mumkin, lekin emansipatsiya qilingan bo'lsa, bu huquqdan mahrum qilib bo'lmaydi. Ikkinchi ma'lumot shuning uchun xato ma'lumot hisoblanar ekan. Uchinchi ma'lumot. O'z ota-onalari, farzandlikka oluvchilar yoki homiylarning yozma roziligi bilan bitim tuzgan 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar o'zlari yetkazgan zarar uchun javobgar bo'lmaydilar deb aytilyapti. E'tibor qarating. Ular mulkiy javobgar ham bo'ladilar va zarar uchun ham javobgar bo'ladilar. Birinchi, uchinchi ma'lumotlar xato ma'lumotlar hisoblanadi. To'rtinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Mana bu holat yana qayta aytilyapti. Emansipatsiya qilingan bolani o'zini daromadini tasarruf etish bilan bog'liq bo'lgan huquqini cheklab qo'yib yoki undan mahrum qilish mumkin emas. Haqiqatan mumkin emas. 1 bilan 4 to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Demak, A javob to'g'ri javobdir 28-savolimizda. 29-savol. Oila huquqidan olingan savol. Oila kodeksining 37, 39, 40 va 42-moddalar asos hisoblanar ekan. Xo'p, xotin ajrashayotgan vaqtda sud ishni ko'rilishini keyinga qoldirib, xotinga yarashish uchun 1 yilgacha muhlat tayinlashga haqli. Noto'g'ri ma'lumot. Muhlat 1 yilgacha tayinlanmaydi, balki 6 oygacha tayinlanishi mumkin. A javob xato ma'lumot hisoblanar ekan. B javobda xotinning homiladorlik vaqtida va bola tug'ilgandan keyin 3 yil mobaynida xotinining roziligisiz nikohdan ajrashish to'g'risida ish qo'zg'atishga haqli emas deyilyapti. Bu ham xato ma'lumot. Bola tug'ilgandan keyin 3 yil davomida emas, balki 1 yil davomida nikohdan ajrashish to'g'risida ariza bera olmaydi. B javob xato ma'lumot hisoblanar ekan.
C javobga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nikoh xotindan faqat bittasining arizasiga muvofiq tugatilishi mumkin emas deyilyapti. Bu ham xato ma'lumot. Tugatilishi mumkin. Xotini bilan yashamoqchi emas, lekin xotin yashamoqchi. Nikoh tugatiladimi? Tugatiladi. Xotin eri bilan yashamoqchi emas, lekin xotini bilan yashamoqchi. Nikoh tugatiladimi? Baribir ham tugatiladi. Ikkalasi rozi bo'lsa ham tugatiladi. Bittasi rozi bo'lsa ham nikoh tugatilishi mumkin. To'g'ri javob D javob bo'ldi. Shunda bizda voyaga yetmagan bolalari bo'lgan xotin nikohdan ajrashishga o'zaro rozi bo'lsa va ularning o'rtasida mulkiy nizolar bo'lmaydigan bo'lsa, FHDYO organida demak, ular nikohdan ajrashishlari mumkin. Bunda sudga borib o'tirishlari shart emas. D javob bo'ldi 29-savolga. 30-savol. Izohlarga mos atamalar. Xalqaro shartnomani davlat hokimiyati oliy organi tomonidan tasdiqlanishi bu ratifikatsiya deyiladi. Muayyan mamlakatning pul birligi bu valyuta deyiladi. Xo'p, 14 yoshga to'lmagan bolalarga sud tomonidan beriladigan huquqiy shakl bu vasiylik deb aytiladi. Agarda 14 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa yoki muomala layoqati cheklangan bo'lsa, unga homiylik belgilanadi. Xo'p, muomala layoqatsiz bo'lsa yoki 14 yoshgacha bo'lgan bola bo'lsa, unga nisbatan vasiylik belgilanadi. Ratifikatsiya, valyuta va vasiylik. C javob to'g'ri javob hisoblanar edi bu savolimizga.